Bojxona chegaralari orqali radioelektron vositalar va yuqori chastotali qurilmalarni olib o'tish tartibi amaldagi qonunchilikda aniq keltirilgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda qonunbuzarlik holatlarining uchrab turishini inkor etib bo'lmaydi. Bu esa axborot xavfsizligi va aloqa almashinuviga jiddiy xavf tug'diradi. Mavzuni bu borada amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining radiochastota spektridan foydalanish sohasida ruxsat etish hamda radioelektron vositalar va yuqori chastotali qurilmalardan foydalanishni tartibga solish to'g'risidagi qarori bilan mamlakatimiz hududida radioelektron vositalar hamda yuqori chastotali qurilmalardan foydalanishning aniq tartiblari belgilab berilgan. Mazkur hujjat bojxona chegarasi orqali bunday qurilmalarni olib kirish jarayonida ham qat'iy me'yorlarni joriy etadi. Shunga qaramasdan ayrim fuqarolar tomonidan ushbu talablarni chetlab o'tishga bo'lgan urinishlar hali hamon uchrab turibdi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, birgina Buxoro viloyat bojxona boshqarmasining Buxoro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan jami 17 ta holatda mazkur turdagi qoidabuzarliklar bartaraf etildi. Xo'sh, aslida mamlakatimiz hududida ruxsat etiladigan radioelektron aloqa vositalari hamda yuqori chastotali qurilmalardan foydalanish tartibi qanday? Bugungi kunda hududlardagi supermarket, mehmonxona, qurilish obyektlari, restoranlarda va boshqa maishiy obyektlarda radioelektron vositalardan ruxsatnomasiz foydalanish holatlari ko'payib bormoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Har qanday turdagi radioelektron vositalardan va yuqori chastotalar qurilmalardan foydalanish uchun ruxsatnoma talab qilinadimi? Respublikamiz hududida ruxsatnomasiz foydalanishi mumkin bo'lgan chastotalar, ya'ni 433.05 megagerts chastotadan 434.79 megagerts chastota chiqish quvvati esa 10 megawattdan oshmagan. Shu bilan birgalikda 446 megagerts chastotadan 446.200 megagerts chastotadan oshmagan chastota diapazoni oralig'ida foydalanadigan barcha radioelektron vositalardan ruxsatnomasiz foydalanish mumkin. Mazkur diapazonlardan tashqarida ishlatilayotgan barcha radioelektron vositalar va yuqori chastotalar qurilmalaridan foydalanish qat'iyan man etiladi. Mazkur talablarga rioya etmagan har qanday yuridik va jismoniy shaxslarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining belgilangan moddalariga asosan javobgarlik belgilangan. Ya'ni jismoniy shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslar uchun esa 5 baravaridan 7 baravarigacha ma'muriy jarimaga tortish sabab bo'ladi. Buxoro viloyat bojxona boshqarmasi va O'zkom nazorat inspeksiyasi hududiy shu'basining o'zaro hamkorligida respublikamiz hududida foydalanishga ruxsat etiladigan radioelektron aloqa vositalari va yuqori chastotali qurilmalar haqida bojxona xodimlarining bilimlarini yanada boyishga qaratilgan ma'ruzalar doimiy tashkil etib kelinmoqda. Xususan, ularda mazkur yo'nalishni tartibga soluvchi me'yoriy huquqiy hujjatlar talqin etilib, ruxsatnoma asosida olib kirilishi lozim bo'lgan qurilmalar tasnifi, ularning texnik xususiyatlarini aniqlash tartibi hamda bojxona nazoratida qo'llaniladigan zamonaviy usullar batafsil tushuntirib borilmoqda. Ma'lumot tariqasida aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi hududiga fuqarolik maqsadida foydalanish uchun mo'ljallangan radioelektron vositalar va yuqori chastotali qurilmalarga elektromagnit moslashuv markazi davlat unitar korxonasi tomonidan berilgan olib kirish ruxsatnomasi mavjud bo'lgan taqdirdagina bojxona organlari mazkur qurilmalarni erkin muomalaga chiqarish hamda vaqtincha olib kirish bojxona rejimiga rasmiylashtiradi. Ushbu ruxsatnoma esa bojxona organiga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki yagona darcha bojxona axborot tizimi orqali taqdim etiladi.